Bir kunga rahbar bo'lib qolganingizda nima qilardingiz? Endi rahbar bo'lib qolsa, o'ylab ko'rmaganman-u, bilinmaydi yana. Bo'lib qolsa bir yotamiz-da o'latda. Oyoqni qiyshiq qilib olib, bo'l tezdiradi. Aka necha pul oylik sizni qoniqtiradi? Endi dodi bergani-yu 10-15 million qoniqtiradi. Nice. Jasur aka qancha oylik qoniqtiradi sizni? 3,5 ming. 3,5 ming. Ko'kida. Ko'kida. Ha. Svetdan keldik. Gaz pulini bering. Svet pulini bersin. Gazdan keldik. İste'mol qildingizmi? Pulini to'lang marhamat qilib. Pulni ber. Necha pul oylik sizni qoniqtiradi? Qanchaga bo'lsa shuncha yaxshi. Qanday qilib ishlarini qo'yib qo'yinglar, undan keyin yaxshimi kutadi hamma yo'q. Necha pul oylik sizni qoniqtiradi? Men bilmadim hozir. Bilmadim degin, bilmasang nima qilib ishlamaysan, diralab yuribsan. Ha, ishlash kerak. 10 million, 20 million. 10 million. 10 million. Ha. O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. To'xtanglar. Necha pul oylik sizni qoniqtiradi? Bir 10 kunga 12 million bo'lsa qoplab ketardi. Qancha oylik sizni qoniqtiradi? 10 million. 10 million. Ha? Nice. Necha pul oylik sizni qoniqtiradi? 10 million. 10 million. Ko'p buni tashvishini qilma. Bu yog'ini akang qarag'ayga qo'yib ber, men bor. Abdullajon, shakarsan, shakar. Necha pul oylik sizni qoniqtiradi? 20 million. 20 million o'zi hayotingda ushlab ko'rganmisan? Yo ushlab ko'rsataymi? Aka ertalab ish vaqti nechadan bo'lishini xohlaysiz zavodda? Shu 7:30, 7 shu. Vaqti nechadan bo'lishini xohlaysiz ertalab? 9dan. 9dan. Bo'ldi. Aldaysan Sardor, nimaga birovni aldaysan? Ertalab ish vaqti nechadan bo'lishini xohlagan bo'larsiz? Ish vaqti 7dan. 7dan, ha? Ish vaqti nechada tugashini xohlagan bo'lardingiz? Nechada boshlanib? Soat 9larda boshlanib, 4larda tugasa zo'r bo'lardi. Ishlash kerak. Ish vaqti nechadan bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Endi ish vaqti o'zi hozirgi holatimiz yaxshi, 8 dan 6 gacha bu normal holat. Hech qanaqa ish vaqti bo'yicha e'tiroz yo'q. Nice. Bir haftada necha kun dam bo'lishini xohlaysiz? Zavodda. Haftada 2 kun shanba yakshanba bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shanba yakshanba. Постоянно, ya. Ish jarayonida aka sizni nima bezovta qiladi? Syomka qilish xalaqit beradi. Ishxonamizni sizga yoqadigan jihati. Ishxonamizni menga yoqadigan jihati ham jihatli, shu jamoamizni mustahkamligi. Ishxonamiz sizga yoqadigan jihati nimada? Oila zo'rligida. Oila zo'rligida. Aka kim uchun ishlayapsiz? Nima de? Uka, masala bu aferistdan desam, qizil jinni ekansan. Aytavering to'g'risini. Kim uchun ishlayapsiz? Oila uchun ishlayapsiz. Oila uchun. Farzandlar uchun. Farzand, oila, bola chaqa. Kim uchun ishlayapsiz ishxonada? Ishxonada kim uchun ishlayapsiz? Ishxonada endi birinchi o'rinda hamma o'zini manfaati, oilasi uchun ishlaydi. Keyin shu zavodni rivojlanishi uchun ham balkim o'zimizni qancha ozgina bo'lsa ham balkim o'zimiz hissamizni qo'shamiz degan umiddaman.